Ko'pchilik usta akalarimiz kuniga necha puldan tushyapti, oyiga necha pul aylanyapti deganlarini sir tutishadi. Ushbu videomiz maksimal darajada poddeshka qilib, atiga 1000 ta layk yig'sa, xudo xolasa ushbu obyektimizni biz podключ olganmiz. Elektrik sohasidan tortib santexnik, kafel. Ushbu obyektimiz bitgandan keyin necha pul summa bo'ldi, kunimizga necha puldan tushdi. Xudo xolasa batafsil sizlarga ochiq oydan aytib beramiz. Aytgancha biz Qirg'iziston Bishkekdamiz. Mana biz 3 o'g'lon, 3 do'stlar shu yerda ishni boshlaganmiz. Qo'llab turasizlar, xudo xolasa. Mana elektrik do'stimiz elektrik sohalari bilan mana shu shug'ullanishni boshlagan mana. Bu yoqda esa Sherxon do'stimiz mana rastavlar tayyorlayapti. Xudo xolasa mana mayak qo'yish jarayoniga yetib keldik. Xo'p, mayaklarni qo'yyapmiz. Xo'p, mayaklarni ham iloji boricha 90 gradusli qilib mana burchakdan qo'yib 90 gradusli qilib chiqarishni harakatini qilib mana. Xudo xolasa mayak qo'yish jarayonlari. Mayaklarni qo'yib bitganimizdan keyin shikaturka jarayonlarini ham boshlaymiz. Obyektimizning razmerlari 3,5 ga, bunaqasi uzunligi 5,20. Xo'p, derazamizning razmeri 1,70 ga 2,40 bo'lgan. Eshigimiz esa 1 metrga 2,20. Assalomu alaykum do'stlar. Uzoq yaqindan ko'rib turgan akalar, ukalar, YouTube ahli, Ustalar Dunyosining kanalining ashaddiy obunachilari. Anchadan beri video qo'ya olmay turdik. Xudo xolasa mana biz ish jarayonlarimizni boshlab o'rganamiz. Xo'p, biz Qirg'iziston Bishkekdamiz. Xo'p, bu obyektimiz yangi qurilgan ekan, yangi 4 yil bo'libdi. 4 yil davomida hali bitmagan holatda, endi planlari o'zgarib, endi kattaroq bu yerga kuxna qilib, kuxna mebel qilib, choy ichadigan joy qilar ekan. O'shaning hisobiga bu yerda stenamiz bor edi, peregorodga gazoblokdan. Bu stenani olib tashladik va bu tomonda ham bor edi, stenani olib chiroyli qilib firmalardan qo'yib berganmiz. Stoykalari ko'rinmasin, stenani ichiga tiqib olinglar deyapti. Mana stenani ichiga chiroyli qilib tiqib olganmiz. Xo'p, bu tomonimizga deraza ochib berdik, poldan patologgacha katta qilib, derazali ham eshikli qilib, chiroyli qilib ochib berdik. Endi xazyaynda o'zini fokusiga qarab, xazyayn nima desa shu, qo'ldan kelganicha o'zimizning fantaziyalarimizni ham ishlatib, maslahatlarimizni berib, xudo xolasa ish jarayonlarimizni boshlab qo'yganmiz. Xo'p, bu tomonimizga endi kuxna mebel bo'ladi deyapti. Bu tomonimizda deraza bor, derazani olib tashladik. Bu tomonimizga ugonlidan bu tomonigacha 3,5 metr kuxna mebel qilyapman deyapti. O'shaning hisobiga endi kafel bo'lar ekan. Общий patologgacha kafel qilib deyapti. Чтобы artib tozalab yuvib turishga oson bo'lsin deganiga. Xo'p, bu tomonimizga gazoblokni urdik, eski stenani buzib tashladik-da. Endi shikaturka qilamiz desak, o'zining eski shikaturkalari tekizligi unchalik yaxshi emas ekan. Eski shikaturkalarni hozir tushirib tashlayapmiz. Xo'p, bu joyimizga shikaturka qilamiz padmayakdan. Chiroyli qilib shikaturkani qilib bo'lganimizdan keyin xo'p, kafelni urishni boshlaymiz. Xudo xolasa video davomida ko'rib tursalar, kuzatib borsalar, yana davomli qilib videolarimizni joylab boramiz. Xo'p, bu tomoniga mebel, polimiz topli pol, kafel bo'ladi. Xudo xolasa. Xo'p, elektrik tochkalari bilan shug'ullanyapmiz. Mana tochkalarni chiqarib qo'yganmiz. Bu tomoniga kuxna mebel bo'lar ekan. Xo'p. Mana do'stlarimiz olyapti. Do'stlar, hormanglar endi. Sherxon do'stim, podpishchilarga salom deb qo'ying. Salom. Ana do'stlar, yana keyingi ishlarimiz haqida yana batafsil chiroyli qilib bu videoni endi xudo xolasa qachon joylaymiz aniq emas, lekin uzoqroq video bo'lishi kutilmoqda. Ana do'stlar, shikaturka jarayonlarimizni ham bitirib oldik. Endi esa steshkalarni buzyapmiz. Sababi o'zining eski kanalizatsiya turbalari eskirgan, даже ishlatmagan ham. Shuni yangilash kerak bo'lyapti. O'shaning uchun steshkalarni buzib, kanalizatsiya turbalari, ya'ni suvlarni ham montaj qilib, bu tomonimizga kuxna mebel bo'ladi. Xo'p, bollerimizga, rakaminaga tochkalarni olib kelishimiz kerak. Shu sababli steshkalarni buzib, boshqatdan yana steshkalar qilamiz. Bizni kuzatib, mehnatlarimizga bir dona layk bosayotgan poddeshkada bo'lganlarga kattakon rahmat. Kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa yana ish jarayonlarimizni sizlarga yoritib boramiz. Mehnatimizga bir dona layk bosib qo'ysizlar. Layklarimiz bepul. Albatta kommentariyada fikrlaringni ham qoldiringlar.
Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.